Assalomu alaykum ustalar. Mana xudo xolasa yangi bitimiz bitdi. Navbatdagi bitimiz chiroyli bo'lib bitibdi. Shogirdlarimizga tasanno aytamiz. Shunday qilib bitib tashashibdi-yu. Bitta listing sound'i bo'ladi. Ikkinchi etajga chiqish natijadan olinadi. Mana shu yerda shunday chiqish bo'ladi. Bu tashqariga xuddi bo'ladi bitta. Bu kraska qilib qo'yishadi hozir. Mana qolgan joylar chiroyli bo'lib bitdi. Natijada patronlar qurollar gipsga bo'lgan. Hamma yoq chiroyli, chotki. Sanajelimiz avtomatdan tashlangan ekan, chiroqlari. Hammomlarning kafillarni chiroyli qilib bitirishibdi. Mana sanajellar hamma bitgan. Spalina bo'ylari chiroyli qilib bitirishib, patronlariga dekor plus, dekor MDF bu. MDF dekorlar qoqishibdi, chiroyli qilishib mana. Ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz ham avoy bo'lgan spalni bular. Patronlarga MDF dekor mahsulotlardan qoqilgan. Buni o'zimiz shogirdlarimiz qilishgan hammasini. Devorlarga aboylar. Aboylar choykini ko'ryapsizlar, mana shu chop bo'ladi. Mana. Qara bitta chok. Chok yo'q bitta. Shuni mohirlik bilan ishlashgan. Juda chiroyli qilib berishgan. Xonalarimizga aboylar bosilgan. Mana. Patronlarga aytgan MDF dekor mahsulotlarni qatirishgan. Galagenlar, svetlar, tashqari o'chirilgan, avtomatik tashlangan svetlar. Bu mehmonxonamiz. Bunga alohida mehr berilgan. Devorlar, lepka, gipsovoy lepkalar hammasi. Gullarga e'tibor berasizlar, bo'yalgan. Fotografiya karnizlarimiz. Devorlarimiz atachenti. Ventilatsiyasini o'zimiz chiroyli qilib berganmiz. Bitta baho berib o'tasizlar ventilatsiyaga. O'ta go'zal. Oynak. Bu haligi yopishtirilgan panel emas bu. Mineral как venesianskiy shkatulyka bu. Tortiladi bu. Shunga alohida e'tibor berasizlar. Mana devorlarimizga atachenti fakturalarni qaranglar mana. İşte onalar fakturalar. Mana. Bu xonani o'rmonli bo'yga yopishtirilgan betlarga. Padlar orqasiga padsvetka qo'yilgan. Bu xonamizda bitta spalni hisob mehmonlar uchun, yoki mehmon qilsa ham bo'ladi. Buni ham patronlariga MDF dekor mahsulotlari. Bu xonamiz общий xonalarimizga natijnoy MDF qilishimizning sababi patronlari to'sin qilingan 2 etajli. Shuning uchun 2 etajli to'sin qilingan uchun o'ynaganda yorilmasligi uchun MDF dekor natijli patronlik qilingan. Mana shogird kattasi kelyapti. Asosiy ustamiz mana shu yerda. Boshqarib o'zi bitirdi shu yerda. Shogirdlarimiz qanaqa ish qilishadi deganlar uchun bu mana biz shogirdlar ishni ko'ryapsizlar. Ishni yorishadi biz shogirdlar. Qanaqa xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar.